Isroil ichida inqiroz, Eronda g'azab, global keskinlik, portlash chegarasida. Katta signal berildi. AQSh gipertovushli zarbaga yaqinlashmoqda. Eron uchirish qurilmalari nishonga olinmoqda. Geosiyosiy to'lqin, Eron va AQSh o'rtasidagi keskinlik yangi bosqichga o'tmoqda. Isroilda bunga yechim yo'q. Hizbulloh maxsus dronlardan tobora kengroq foydalanmoqda. Dmitriy Peskov Trampga taklif yo'qligini tan oldi. Moskva qarori keskin muhokamada. Eron mojarosi 30 milliondan ortiq odamni qashshoqlikka tushirishi mumkin. BMT. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Isroil ichida inqiroz, Eronda g'azab, global keskinlik, portlash chegarasida. Mas'ud Pezeshkian keskin signal berdi va muzokaralar ortidagi barcha niqoblarni yirtib tashladi. Muzokaralar jarayonidagi takroriy hujumlar bizning AQShga nisbatan mutlaqo ishonchsizligimizga sabab bo'ldi, dedi u va AQSh rasmiylari provokatsion ritorika va harakatlarni to'xtatishi kerakligini qo'shimcha qildi. Bu bayonot diplomatik aloqalar amalda qulab tushganini anglatadi. Shu fonda Muhammad Boqir Qo'libov ochiq masxara bilan chiqdi va AQShni to'g'ridan to'g'ri kamsitdi. Agar AQSh bo'ylab ikkita devor qursangiz, ularning umumiy uzunligi 7755 kilometr bo'ladi. Bu baribir Eron chegaralaridan taxminan 1000 kilometr qisqa. Shunday davlatni blokadaga olishga omad tilayman. Tarixiy ramzlar ham jang maydoniga tortildi. Abbos Aroqchi Hormuz bo'g'ozi atrofidagi bahslarni eslatib shunday dedi: "Bugun Eronda Fors ko'rfazi kuni. Bu sana 400 yil avval ajdodlarimiz tomonidan Portugallarning Hormuz bo'g'ozidan qurilganini anglatadi." AQSh prezidenti Pentagonning soxta talqinini emas, balki to'g'ri atama Fors ko'rfazi so'zini ishlatmoqda. Ammo Hormuzni boshqacha nomlash bu haqiqatdan ham dahshatli xatodir. Bu bayonot tarixiy xotira orqali geosiyosiy signal berishdir. Katta signal berildi. AQSh gipertovushli zarbaga yaqinlashmoqda. Eron uchirish qurilmalari nishonga olinmoqda. AQSh markaziy qo'mondonligi Dark Eagle gipertovushli raketasini yaqin sharqqa yuborishni so'radi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Mazkur raketa Eron hududidagi ballistik raketa uchirish qurilmalariga zarba berish uchun mo'ljallangan. Agar so'rov ma'qullansa, bu AQShning ilk bor gipertovushli raketasini joylashtirishi bo'ladi. Bu borada mamlakat Rossiya va Xitoydan ortda qolmoqda. Eron o'zining uchirish qurilmalarini AQShning hozirgi Precision Strike missile yetib bormaydigan hududlarga ko'chirgan. So'rov yuzasidan hozircha qaror qabul qilinmagan. Markaziy qo'mondonlik esa izoh berishdan bosh tortmoqda. AQSh va Eron o'rtasida 9-apreldan beri o't ochishni to'xtatish rejimi amal qilib kelmoqda. Biroq prezident Donald Trump qaror qilsa, AQSh yangi zarbalar berishga tayyor. Bloombergning mudofaa bo'yicha tahlilchisi Wasserga ko'ra, ikkala tomon ham qayta qurollanish uchun vaqtdan foydalanmoqda. Bu kelgusi janglar yanada halokatli bo'lishi mumkinligini bildiradi. Dark Eagle uzoq masofali gipertovushli qurol bo'lib, uning aniq imkoniyatlari oshkor etilmagan. U tovush tezligidan 5 barobar tezroq uchishga mo'ljallangan. Qurol Xitoy va Rossiyaning ilg'or havo mudofaa tizimlariga qarshi ishlab chiqilgan. Lockheed Martin ishlab chiqarilgan har bir raketa taxminan $15 million turadi. Ularning soni hozirda 8 tadan oshmaydi. Bitta batareyaning qiymati esa $2.7 milliard tashkil etadi. AQSh va Rock Steels JASSM ER qanotli raketalarning asosiy qismini ham Eron bilan bog'liq mojaroda qo'llagan. Urush davomida ularning taxminan 1100 tasi uchirilgan. AQSh ayrim hududlarda havo ustunligiga ega ekanini bildirgan. Biroq o'nlab MK9 dronlari va bir nechta boshqariladigan qiruvchi samolyotlar Eron tomonidan urib tushirilgan. Geosiyosiy to'lqin, Eron va AQSh o'rtasidagi keskinlik yangi bosqichga o'tmoqda. Eron oliy rahnamosi Mushtaba Xamaney 30-aprel kuni yozma murojaat yo'lladi. U o'z xabarida AQShning Eron bilan urushda mag'lub bo'lganini ta'kidladi. Eron rahbariyati prezident Trampning uzoq muddatli blokada haqidagi ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Eron davlat televideniyasi orqali o'qib eshittirilgan murojaatda shunday deyiladi: "Bugun dunyo zo'ravonlarining mintaqadagi yirik harbiy tajovuzi boshlanganiga 2 oy to'ldi. AQSh sharmandali mag'lubiyatga uchradi. Endi Arab ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozi uchun yangi sahifa ochilmoqda." Hormuz va AQSh bazalari haqida Xamaney o'z murojaatida AQShning mintaqadagi harbiy bazalarni tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar bazalari hatto o'z xavfsizligini ham ta'minlay olmaydi. Ular o'z ittifoqchilariga yordam berishga qodir emas, dedi u. Xamaney ko'rfazining kelajagini AQShsiz tasavvur qilishini aytdi. U chetdan aralashayotgan begonalarni qoraladi. Minglab kilometr uzoqlikdan kelib aralashayotganlarning bu yerda o'rni yo'q. Ularning
Trampning joyi faqat dengiz tubidadir. U o'z nutqini davom ettirib, Eron xalqi o'z milliy boyliklarini himoya qilishini aytdi. Islom Respublikasi o'zining ilg'or texnologiyalarini xuddi o'z chegaralari kabi qo'riqlaydi deb qo'shimcha qildi. Eron harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni Shahram Eroniy ham ogohlantirish bilan chiqdi. Uning aytishicha, Eron yaqin kelajakda o'zi ishlab chiqqan yangi dengiz qurollarini ishga soladi. Hozirda Hormuz bo'g'ozi Yaqin Sharqdagi urushning asosiy o'chog'iga aylangan. Eron bu suv yo'li orqali kemalarning o'tishini keskin cheklab qo'ygan. O'tgan haftada yuqori martabali qonun chiqaruvchi Tehron bo'g'ozidan o'tayotgan kemalardan ilk bor boj yig'ganini ma'lum qildi. Mushtabah Xamenei 9-mart kuni Eronning yangi oliy rahnamosi etib tayinlangan. O'shandan beri u hali xalq oldida ko'rinish bergani yo'q. Uning murojaati Eronda har yili nishonlanadigan Milliy Arab ko'rfazi kuni munosabati bilan e'lon qilindi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Isroilda bunga yechim yo'q. Hizbulloh maxsus dronlardan tobora kengroq foydalanmoqda. Hizbulloh Ukraina urushida orttirgan qimmatli tajribani o'rganib, unga keng murojaat qila boshladi. Livanliklar Isroil kuchlariga qarshi kamikaze sinfidagi uchuvchisiz uchish qurilmalari, jumladan optik tola kabelli FPV dronlari faol qo'llayapti. Bu tashkilot 2024-yilgi voqealardan so'ng qisqa vaqt ichida o'zining jangovar imkoniyatlarini ta'kidlaganidan, shu bilan birga yangi vositalar bilan harbiy salohiyatini mustahkamlaganidan dalolat beradi. O'shanda Hizbullohning 30 yillik yetakchisi Hasan Nasrulloh o'ldirilgan, qo'mondonlik zanjiri boshsiz qolgan, payajerlar operatsiyasi esa yuzlab, ehtimol minglab jangchilarni safdan chiqargan edi. Hizbulloh shu kunga qadar asosan raketalar, tankga qarshi tizimlar va o'rta hajmli uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanib kelgan. Biroq raketa uchirish platformalarini havodan aniqlash mumkin, qolaversa temir gumbaz tizimlari ularning aksariyatini tutib oladi. Shahid kabilar ham jiddiy xavf tug'dirgani bilan isroilliklarda ularni urib tushirish tajribasi bor. Ammo bu safar Isroil qo'shinlari avval duch kelmagan tahdid bilan yuzlashdi. Bu Ukraina urushida olingan saboqlar bilan bog'liq. Livan qurolli harakati mamlakat janubi Benjibayl va Ham shaharlari uchun janglarda FPV dronlarni keng qo'llamoqda. Hizbulloh kuchlari ulardan Merkava tanklari, Namar piyoda jangovar mashinalar va shaxsiy tarkibga qarshi foydalanyapti. E'tiborlisi, bu turdagi uchuvchisiz uchish qurilmalarining aksariyati radio to'lqinlari emas, optik tolali kabellar bilan boshqariladi. Shu bois Isroil armiyasi inventarida mavjud hech qaysi elektron urush tizimi ularga qarshi ta'sir ko'rsata olmaydi. Dron aniqlangan vaqtda esa odatda juda kech bo'ladi. Mudofaa vaziri va boshqa shtab boshlig'i bundan yaxshi xabardor. Biz ushbu muammolarni hal qilish uchun jiddiy texnologik sa'y-harakatlarni amalga oshiryapmiz. Agar biz muammoni operatsion va texnologik vositalar kombinatsiyasi orqali hal qila olsak, amalda ularni qurolsizlantirish yo'liga kirgan bo'lamiz, dedi Isroil bosh vaziri. Isroil ulkan texnologik tajriba va resurslarga ega bo'lsa ham, masala Netanyahu aytganidan ancha murakkabroq. Qurilma qayerdan uchirilganini aniqlash uchun keng hududni bir vaqtning ichida sinchiklab tekshirish yoki optik tolali kabelning narigi uchini topish kerak bo'ladi. Bu esa odatda 5-10 kilometrga cho'ziladi. Qolaversa, operator missiya bajarilganidan so'ng qisqa vaqt ichida joyini o'zgartirishi mumkin. VPV dron operatori uni istalgan uy derazasidan yoki yerto'ladan uchirib, o'zi xavfsiz joydan boshqarishi mumkin. Ammo bu turdagi uchuvchisiz uchish qurilmalarining ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Birinchi navbatda ularni noqulay relif, ayniqsa binolar ichida joylashgan shaharlarda qo'llash muammolari kuzatiladi. Bu kabel o'ralashib qolishi, hatto uzilib ketishi mumkinligi bilan bog'liq. Qolaversa, optik tola jamlangan g'altak uchuvchisiz uchish qurilmasining vaznini oshirib, parvoz masofasiga ta'sir qiladi. Shunga qaramay, ular butun dunyo bo'ylab keng ommalashmoqda. Isroilda uchuvchisiz uchish qurilmalariga qarshi kurash uchun kompleks tizimlar bor. Ammo ularning hech biri optik tola kabelli FPV dronlarga nisbatan samarali himoya bilan ta'minlay olmaydi. Bunday tahdidlarni zararsizlantirishda qo'l kelishi mumkin bo'lgan temir nur lazer mudofaa tizimi esa statsionar xususiyatga ega bo'lib, Isroil ichkarisiga joylashtirilgan. Dmitriy Peskov Trampga taklif yo'qligini tan oldi. Moskva qarori keskin muhokamada.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh prezidenti Trampni 9-may kuni Moskvada bo'lib o'tadigan g'alaba paradiga taklif qilmagan. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskov TASSga ma'lum qildi. Yo'q deya qisqa javob bergan Peskov tegishli savolga izoh berar ekan. Trampning paradga taklif etilgani haqidagi xabarlarga rad javobini berdi. Shu bilan birga 29-aprel kuni Putin va Tramp o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tgan. Suhbat davomida Rossiya prezidenti g'alaba kuni munosabati bilan vaqtinchalik sulh e'lon qilishga tayyorligini bildirgan. Rossiya prezidentining xalqaro ishlar bo'yicha yordamchisi Ushakovga ko'ra, Tramp ushbu taklifni qo'llab-quvvatlagan. Peskov shuningdek Kiyevning g'alaba kunigacha sulh masalasiga munosabati shart emasligini qayd etgan. Eron mojarosi 30 milliondan ortiq odamni qashshoqlikka tushirishi mumkin. BMT Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi ma'lumotlariga ko'ra, Eron atrofidagi mojaro global miqyosda jiddiy iqtisodiy oqibatlarga olib kelishi va 160 mamlakatda 30 milliondan ortiq odamni qashshoqlikka tushirishi mavjud. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi ma'lumotlariga ko'ra, Eron atrofidagi mojaro global miqyosda jiddiy iqtisodiy oqibatlarga olib kelishi va 160 mamlakatda 30 milliondan ortiq odamni qashshoqlikka tushirish xavfi mavjud. BMT ma'muri Aleksandr Dekru AFP agentligiga bergan intervyusida qayd etishicha, o'tkazilgan tahlillarga ko'ra, urush qisqa muddatda to'xtatilgan taqdirda ham dunyo bo'yicha kamida 32 million kishi qashshoqlik darajasiga tushib qolishi mumkin. Biz 6 haftalik urush asosida tadqiqot o'tkazdik. Hisob-kitoblarga ko'ra, mojaro to'xtatilsa ham 160 mamlakatda millionlab insonlar qashshoqlikka duch keladi, dedi Dekru. BMTda mutaxassislarning ta'kidlashicha, mojaro oqibatida yuzaga kelayotgan energetik inqiroz va narxlar o'sishi ayniqsa Sahroyi Kabirdan Janubiy Afrika davlatlari, shuningdek Osiyodagi Bangladesh, Kambodja kabi mamlakatlarga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Dasturga ko'ra, vaziyatning yanada yomonlashuvining oldini olish uchun kamida 6 milliard AQSh dollari miqdorida energiya va oziq-ovqat subsidiyalar ajratilishi zarur. 28-fevral kuni AQSh va Isroil tomonidan Eronga qarshi harbiy operatsiya boshlangan bo'lib, Tehron va boshqa yirik shaharlar zarbalarga uchragan. Keyinchalik mintaqada keskinlik kuchayib, turli davlatlardagi AQSh va ittifoqchi nishonlarga javob hujumlari amalga oshirilgani qayd etilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.